Tordaşlar yaxşımısılar? Biraz bir naq maydon qilish to'g'ri keldi. Turkiyadagi qarindoshlarimiz menga ayrim gap qilib ekan. Pul yig'ish degandek ishlar bo'lib ketdi. Qanday qilishimiz kerak deb jiqlar savol so'rabdi. Birdan javob bergicha men o'zim bir ozroq naq maydon qilsam bo'lg'idek deb o'yladim. Biza uzoqroq bo'lib qilishim mumkin bu naq maydon. Andan keyin bir saylamlar bo'lyotidi. Kimlik numaramizni qo'ydi ekanmiz, ismimizni yozdi ekanmiz deb boshlaqdaydi. Nimaga saylaydi ekan desam, Turkiyada shunaqa bir saylam bo'lish oldida deb. Vatanni olmagan bilan hamma narsani ko'ribdimiz. Shu 2,5 yil, 3 yil jarayonidagi ba'zan narsalarni xulosalab chiqardim. Men keynidan oldiga qarab xulosalay deb o'yladim. Sababi men yaqindagi ishlarni ham kerak bilasizlar. Ba'zan narsani unutilib qolgan bo'lsanglar, eslatib o'tgach, men ozroq ko'z qarashlarimni deyman deb o'yladim. Saylamligini dedik hozir. Saylam bo'lmoqchi ekan. Nima saylaysan deganni so'rab baqdinglarmi desam, biz boshbaqan saylamoqchi deb. Voy bu boshbaqan degani hali bir Sharq Turkistonning boshbaqani men deb chiqsa, hali bir nima deb chiqdi. Yana nima saylaydi ekansizlar deb turib dedim. O cevabım şu. Anadaki kimliklerini saylam degende bir adamın kimlikini, numarını, ismini yazıp saylamda o qandaq işki bilmedim. Onu gayrilik his qilmagan bolsanız yana mı qatnashing, yana mı yügrep yürüng dedim. Tünögün bir qeyrinishimiz bilan deyishdim. Türkiye'de iliqi bir lager temisideki bir namayış bo'lib qolgandek bo'lib qoldi. Amaliyot biz zemin uchun chiqimiz dedik, lekin shu jarayonda bizni ziyorat qilganlar lager degandek bo'lib qoldi. Nimada BBC'ninkida deb turib dedi. Agarda savol qo'ymay chiqaversangiz, boshqa bir ishlar uchun shohid bo'lib qolasiz. Boshqa bir da'voga aylanib qoldi bu. Asl zimin da'vosi degan narsalarni deb kelyapmiz. Hamda o'zingiz bilib bilmay, ba'zan qilayotgan ishingizning nima ish ekanligini bir bilib kiring deb o'ylayman men. Andan keyin pul yig'ish bo'pti. Pul yig'ishnikini men 3 kun ilgari Orta Asya'daki bir qeyrinishimizdan aldım. Onun da şu Orta Asya'da 450 ming dollardan yig'imiz deb turib, aşağıdaki Uyghur teşkilatları başçılığında top-toplar etyotidi. Bu qandaq ish deb. Men bilmaydi ekanman dedim. O başqa hamda mesela Dünya Uyghur Qurultayı degandeklarni ekan 450 ming dollar yig'ishimiz kerak. Angliyadagi sotqa degandek ashundaq mazmunda. Anandaki bugun Muharib derneğininkidagi bir chaqirg'ini birsi evatib qo'yibdi, anglamaydim odatda. Nim debdi desam 400 ming dollar pul yig'ildigan gap, Dünya Uyghur Qurultayı 150 ming dollar chiqirdigan bo'ldi. Andan keyin qolganini ha u deyishgan bo'lsanglar deb turib, mushtaq chaqiriq qildi dedi. Anglab baqay deb angladim. Rost shundaq debdi. Andan keyin Turkiyadagi qarindoshlarga nanalardan pul yig'isizlar. Qiyinchilikda deb. Turkiyadagi qarindoshlardan pul yig'imiz degan bu qandaq bir ish deb o'yladim. Hammanglar 1 dollardan bo'lsin, undaq qilsanglar, bundaq qilsanglar deb turib, bu tilamchilik har joyda, har vaqt bor bizda. Tilamchilik, shakli o'zgargan tilamchilik. Heli turmadikilarni qutuldurmiz deydi. Heli Suriyaning deydi, heli undaq deydi, mundaq deydi. Mushundaq. Anandan bu har xil tipdagi tilamchilik. Anandan bunun aldılar dini temadan birisi çıktı. Fikir erkinligini biz qo'llashimiz kerak deb bir xinim yezibdi. Men dini temaga faqat kirmay keldim. Sababi biz mustaqil bir davlatning egisi emas. E'tiqodimiz dafsandichilikka uchrayotdi. Bizning qaysi salohiyatimiz bilan o dini temalarga kirib voy deydi desak, hammasi mustaqil davlatning egalari, mustaqil davlatning egalari so'zlayotgan yerda, anadagi butun dunyodagi musulmonlar so'zlayotgan yerda biz u yerga kirib olsaqmi, nim bo'lar deb turib jim o'ltirib, ba'zan narsalarga kirmayman. Kirmaganligim A tarafni, B tarafni yoki undaq emas. Bizning salohiyatimiz to'shmaydi. O'zimiznikini qo'g'day olgan bo'lsak, andan keyin chiqib voy men bundaq qilman, menga norozilik bildirma, e'tiroz bildirma desam yarışıdı. Anaki bunu fikir erkinligi deb turib, maz tema bilan so'z erkinligi deb turib,
maz tem bilan tashlaydi. Ba'zan bir xotinlar bor, erlar bor, pas berishib turib, ashundaq bir jidallarga akirdi. Sababi nima? Yaxshi bir o'ylanib beqing. Jildi bor bundaq tema. Anarki Indoneziya temasini deyli. Indoneziya temasi chiqdi. Men Indoneziya temasi bilan Suriya temasini selishtirib baqdim. Indoneziya temasi chiqdi. Indoneziyadagi vaqa azaldan bor ish. Tayland temasimi, Tayland turmusidagimi, Vietnam turmusidagi mushlarning hammasi burundili bor. Men 8 oyda mush Indoneziya temasi to'g'riliq dedim deb akunikin naq maydonda so'zlab bo'ldim. Uni yana qaytalamayman. Mushu koni temalar. Buni chiqarish orqali nima maqsadga yetmoqchi deb turib o'ylab baqdim. Fransiyadagi ishlarni T deb turib boshladi terrorist deganni qildi. Ma biznikini unutib qolmanglar Uyg'urlarmi terrorist deganni ashuni ta'kidlash uchun, esiga selish uchun amaliyotda mushuni chiqadi. Chiqargandan keyin nima dedi? Dünya Uyghur Hürriyeti'nin ma'lum bir insonlari mundaq debdi degandi anglamag'ashqa nim qilmabdimi? Akuni birsi chiqarib qo'yibdi ekan. Mundaq qilib anglab baqsam, Uyg'urni terrorist qilgan Xitoy bo'lgan bilan u Indoneziyadagilarnikini qilgan Indoneziya hukumati hukmni chiqargan debdi. Men so'rag'im keldi. Indoneziyaga kim chiqardi shularni? Pasportsiz chiqqan bolalar qandaq chiqdi ayaga? Ketminini tashlab, aşı xaritini bilanda aş bolalar qandaq chiqalidi ashaga? Xitoyning yo'li bilan chiqmadimi? Uyg'urni sesliqini Xitoy emas, Xitoy g'alchilarini tang moslashib berdi. U vaqtida Uyg'urning hammasini terrorist deb turib Xitoy davassa, biz terrorist emas. Aldangan bir millat. Ezilgan bir millat, ziminidan ayrılgan bir millat, chiqish yo'l topolmay har yerlarda do'qirib yurgan bir millat. Hergiz terrorist emas biz. Sen nima uchun o'zingning millatingga shu qalpoqni kiygizsa, Xitoy kiygizsa, anadagi sen kiygizsang, sen Xitoy bilan bir degan gap emasmi? degan savolni qo'ymaysizlar. Bundaq narsa davomli bo'lib baqdi. Namoyish bo'ldi. Bir namoyishga ehtiyoj bormi? Namoyish degan davomliq bo'ldi. Namoyishning bir natijasi bo'lib baqdimi? Savol qo'yib baqdingizmi? Ba'zan narsalarning bog'lanishlarini izlanib baqdingizmi? Savol qo'yib. Anandan keyin yangi Uyg'ur birligi jidali degandek bir jidallar bo'ldi. Bir tashkilot qurmoqchi bo'libdi. Yep-yangi, pap-pakiz. Lekin odamlari o'xshash, lekin yep-yangi. Pap-pakiz bir tashkilot. Saylam orqali undaq maqsadga yetmoqchi bo'lgan bir tashkilot kerak. Anandan keyin uning oldiga qarab o'taylik. Mujohidlarni tillash deb turib bir jidal bo'lib ketdi. Aqdi, ular ko'kdi deb turib uzunmi bo'lmadi bu jarayonga. Ne oq ko'ngil bir qarindoshlarimiz va yuraklari og'rigan. Mush mujohid temasiga kirdi, jidallashidi, anandan degan tillashidi. Bir mezgildan bu tema yo'q edi. Anadagi Ma'rif dernegining vatandaşlığını urug' tuqqanlarimizga, tunushlarimizga beramiz degan bir jidal chiqdi. Uzoq bo'lmadi buningga. O'zingiz yaxshi o'ylab beqing. Yilda aram topmadi Uyg'ur. Yilda necha rat mush temili chiqdi. Hayron qolaman. Men deb bo'lganlarimni savol o'chirib, mundaq nim qilib mangay deb turib, endi besh tarafga qarab mangayli. Sözlep bo'lganlarimni sizib qo'ydim. Diniy temalar anandakin zitiga tegadigan mazmunlar orqali mush diniy temani tashlaydi. Pat-patla chiqadi bu. Anandakin xotin pichishlar bo'ldi, erlar lager turmadagi ayollarni agi berish deb. Mushundaq g'ayriy temalarning hammasi xalqning zitiga tegadigan temalar chiqib baqdi. Hijab vaqasi chiqdi. Anandakin uzun qisqa kiyimlarni dedi. Mayli o tanlaşı, ayollar mayli qandaq yurish o o'zining tanlashi deb turib so'zlabma baqdim. Bu temalarni tashlaydi. Ma'lum bir xonim tashlaydi. Uzun tashlaydi. Jidal chiqiradi. Bu ashundaq. Anandan ba'zan bir ehrallarda aşı zıtığı deyilən temalarni tashlab qo'ydi. Uni g'ajab to'plabda
jidal chiqdi. Sizlar yaxshi o'ylab beqinglar. Anandan keyin dindarlar bilan ziyolilar o'tirsiz ziddiyat deb turib bultur oldingi yili shundoq jiq jidallar chiqib ketdi. Sizlar yaxshi izlanib baqsanglar va yezib xotir qoldirib mang'ashqa bu narsalarni men ratlab chiqdim, ko'rib baqdim. Bultur nim bo'lgandi, oldingi yil nim bo'lgandi deb. Andan keyin shuncha nochi dindarlarimiz va o'limalarimiz bor. Lekin ko'p tilliq undaq emas. Uyg'urlarga so'zlaydi, boshqa yer so'zlayolmaydi. Andan keyin naqsh usulni haram dedi. Andan keyin hamma narsani haram dedi. Vatanni Xitoyga tashlab berish halolmi deb savolni qo'yib baqdim ba'zanlarnikiga. Andan keyin qo'sh jinsliklarniki nima qo'llab yozgan ba'zan odamlar bor da'vo sipidigilar. Mushu davlatlarmi, mushu men turayotgan davlatmi qo'sh jinsliklar undaqlar bor. Lekin qo'shni istiqlol bilan to'y qilish u bu deganlar bor. Lekin uni tashviq qilib butun yerda so'zlamaydi. Anadagi dinni tashviq qilib, boshqa dinga kirganlarni tashviq qilib, bir yerlar so'zlamaydi. Lekin bizninkida bor bo'ldi. Biznikilar da'vo sepitigilar mushundaq jidallarni o'tirga tashladi. Ashunda vaqtida eliqi o'lmalar jimjit turdi. Chunki da'vo sepitiki shularning so'zi bo'lganligi uchun. Shundaq bir qo'ymichiliklar bo'lgan chaqdimi, ashu o'lmalar jimjit turdi. Ahvoldan xabari bor. Anadagi ovozlari hamma narsani haqlar mushundaq ivatib berdi, mushundaq dedi bizni deb. Men qo'ymadim. U sening tanlashingkan. Sen shunchilikli odamkansan dedim. Biz hech nimaga savol qo'yib baxmadik. Qarindishim. Anandan keyin qo'ymichilarnikimi o'sha har xil qo'ymichiliklar bo'lib ketdi. Ba'zan bir guvoh berayotgan, o'sha Amerikada bo'lsin, o bu yerlardagi ba'zan ayollarniki qo'ymichilik o'sha narsalarni ivatib berdi bizni. O'sha namozimda o'ltirib qag'avatman. Zumrat xonim, meni shunday qo'yib, pasport talqib berman deb, shunday qo'yib kechib ketgan palonchi, pokunchi deganda o'zini izlang dedim. Chunki siz er kishi qo'lni tunuydi. Men bir qatim, necha qatim misollarni qilib berdim. Qog'ini o'zinglar qilsanglar bo'ldi deb turib, Uyg'urni jidalga akirmayman deb tirishib keldim. Qo'yimchilikniki. Andan keyin birdan qo'yib boj topshirish harom. Turkiyada turyapsizlar. Seni kim beqiyotdi demedinglar. Ba'zan odamlar sug'urta harom. Andan keyin mushu pul yig'sang halol, ma deganni deb baxmadinglar. Mushundaq narsalarga o'limalarning kiradigan temisi ayrim bo'lish kerakdi. Xalqning eri va xotinlarni әгі verishga mas'ul bo'ladi-yu, andan keyin sug'urta harom. Biz sug'urta topshiramiz. Biz uy yasak ijara, mening uyim ijara emas. Men nima elib qarz, hukumatdan qarz elib uy olgan. Mening ota-onam millioner emas. Sug'urta olmasak bo'lmaydi deb Turkiyada sug'urta olayotganlar bor, davolanish sug'urtalarini. Og'rib qolsa qanday qildi ular? Tilamchilik qilamda degan narsaga savol qo'ymadinglar. Har xil temada chiqdi o jidal. Anadagi qarindosh millatlar o'tirsiga ziddiyat silish. Qozog'istondagi Uyg'ur mahallasi degan jidal chiqdi. Buningga necha qatim chiqdi? Buningda ma'lum bir odam patpatla, ma yaqinda bir qatim chiqadi. Istiqlol TV'sida chiqdi. O'zi Xitoyning quchug'ida o'ltirib tashkilotning ichiga kirib olgan bir inson. O'zi Xitoyning quchug'ida. Ashu bütün sodlar Xitoy bilan, lekin to'satdilla Uyg'ur mahallasining ismi qozoqchaga o'zgardigan bo'pti deb. Mendan O'rta Osiyodikilar so'ragan vaqtda men dedim, ismini o'zgartirsin. Mayli nima chatig'ing? Nursulton Biranas chiqadimi, To'qayev dedimi, nima chatig'ing? Agar o'zgartirdi degan taqdirda nima bo'pti? Nima naringga kirib chiqdi? O sening vataningda Xitoy besib olgan yer bilan bo'lmay nima qilasan deb basurdim. Lekin bu jidalni shunda ko'paytkisi keldi. Biz o'zimizning g'amini qilishimiz kerakmi? Boshqa yerlarda jidal o'ynamdik. Uni bilmayman. Lekin siz savol qo'yib baqsangiz bo'ladi. Anadagi vatanning ism jidali bo'ldi. Bu qarindosh millatlar orasida bo'ldi bu jidal.
Biz her bir jidal kirishdan ilgari numus qilsak bo'ladi. Xalqning mustaqil zimini var. Sen aşını olan jidallashishning oldida o'zing ziminingni mustaqil qilib bo'lib, anadagi nima deysan, aşağıda yüzün yo'riqroq deyishsa. Gap degan jiq, tashkilot degan jiq, pul yig'ish anaq-mandaq jidal jiq. Lekin shu ziminni olmaymiz. Uning ziminga doir tem bo'lsa, hammasi u buluk, bulung pushqaqlarga kirib ketadi. Türkiye'de mi her namayişlar oldu. Aşında koçuğu patmaydigan namayiş ziminin üçün bu bakkan bosçu. Kılamaysan. Çünkü hocan var. Kontrol kıldıgan namayişinin ki riyasetçileri değil. Aşının teşkilli gücü riyasetçileri onun yol koymaydı. Anadikin Türkiye'de Avrupa'da Uygur meclisi kurmaz dep durup ya alımız pulcu gaylı dep durup ucidel çıktı. Sizler akı öğürülüp durup oylap yıkınlamış temalarını. Onunki Suriye temisi degen vay talay çıktı. Suriye temisi, Endonezya temisi, Tayland temisi nima üçün şunçılık bazalık, şunçılık halaydı bu temini pat-patlı Uygur'u taşlap 2000 adam, monca adam dep durup o terrorizm ayaqlaştı dep Amerika tamamını bis oldu. Lekin Xitay bizni pat-patla aşlağı vazife arkalı aşını taşla Uygur'unu eslep dursun bütün xalqarada aşı temaga çaplap dep es qoşuvatkan bir ucum adam var. Şununla ha o deyişvatkan ergeçkiçiler var. İşenmesen aqınga örülüp durup oylap bak menan degan gepimni. Talay ketim boldu bu. Anadikin aş Suriye çigirsiga verip vay aş hemmiş yerlerimizi kutuldurmuz. Al soraymiz dep kettim iştinanı içip qarap baksan ermu eremesmi? Erdek kılık kıl. Yalganda jığlap buya bir yerler sözleme. Jığlap oltağıç kopya dep durup dedim. Anadaki İlham Tohti vakası oldu. Eli İlham Tohti instituti, İlham Tohti bir nemesi, kino işleyimiz, pul yığaylı. Anadaki xuddi paytimidek bir yazmalar payda olup ketdi. Anadaki ben dedim, bu yıl mı dedim? Kino işle, kitap yaz, biz şunçılık ihtiyaclıq mı? Bizge zimin gerek emas mı? Dedim. Anadaki Nobel mükafatı kandak adamlarga berildi. Nobel mükafatının tinchlik kısmı, tinchlik mükafatı. Dedim. Mustaqillik degan dep chiqqan adamga Nobel mukofoti taqdirmaydi dedi. Xuddi men İlham To'xtiga nima bergizmagandek mukofotni men bergizmagandek ba'zan bir temalar paydo qilibdi, shunda g'idig'im kelib ketdi. Qappaq kallang shunchalikla ishlaydi ekan dedim. Anadagi Istiqlol TV'sida Uyg'ur degan 1999-yilning oldida yo'qdi. Dep şundaq temamı çıktı. Onun oltadık. Nimini toğunu meynet dep yemeydu erler dep durup o temini sözledi. Senin çoğun davadaki çoğun muispitler aşındaq maz temlarını pat-patlı çıkırdı. Pul tapqını toğu yeydu. Pul tapanmağını başka birine mi yeydu? Sendek olaydı bayları olsa başka nasıl yeydi. Sen neymiş için tohu yegenli meynetteyse dep durup cidellişip gitti. Tor cidelleri. Anadikin bu yıl muşu 2027 ayının 17 günü bir nimede Germaniyanın bir teşviqatıda Xitayning Uyg'urningki nemisida Xitoyning izi var. Biz aslida ashlar bilan bir degandek temalar chiqdi. Uni tutib olib chiqarsak, "Voy yo'qkan-ku" dedi. Rasmimni tortib oldi, videomni tortib bolalar chiqirib qo'ydi. Sen Xitoyga choplashib, "Men Xitoydim" devasan, sen Xitoy lekin biz Xitoy emasdan. Savol qo'ymaymiz. Aniki ulusçılık cidili dep bir cidel çıktı.
O degan vay o paytımı cidal deyman men. Uzun elqindaq temalarni tashlab u jidalni bilsizlar ha? Onu unutulib qolmagansizlar. Anadaki hele Olsi efendimninki bir çıktı. O adamını degen beşide vay ya beşiği götürüp o kiyim ton giygizip vay Arabistan'a uyak bu yerge pul gitidi o aylandırıp gidimiz ma davan tunut kızımız pulcığa ile dep durup o temi çıktı. Keynidin la o cidal olup ket unutulla. Em nimalı olmasın o ay vatanga berip kelgen vazifelik vasım nimalı kısa em çıkıp iki tal sözledi. Qısıp olturaylı demedi. Tıllaşыңны bil, tılla bop ketdi. Heyran qalarlıq dərəcədə pul jiqqanda. Anandikin pul jiqqanda onu oylamağan. Andiki Dilber Yunus vaqası. Bulturma çıqqan. Vay yoğan yazmalar, bəzən yaxşı yazmalarını məmə əmbəkləgəndim. Bu yıl yeni çıktı. Erkin Abdullah'ı birleştirip çıktı. Bu yıllık bir temalar var bəzən. Siz yaxşı oylap baxın gepimni. Anandan keyin çedir tikiş, Medeniyet Festivali, yıllık bekitiş, 3. Cumhuriyet kuruş degandek işler Germaniyadan çıktı. 3. Cumhuriyetni mi kurup aldı Germaniyada? Vatan azatmağan bilan hem nimemiz var bizning hozir. 3. Cumhuriyet var Germaniyada. Türmüdekilerni şu 3. Cumhuriyetga apırıp koysaňa boldy asly işiňi wasa, qutulduryp wasa. Vat Uygur el kılamaydıgan temaga kirse Uygur el kılalaydı pul. İsmi pul Uygur'un. Anadaki o Dünya Uygur Kulturu'nun beşi Şöhret Zakır'ın sınlısını dayak yedi degen tema çıktı. Peşva yedim dep. O sotku verimen. O refadı kamidi bu tema. Vay. Menimce hem de o töylenmep gitti mi bilmedim. O bakanınlardan birimi cevap aldınlar mı bilmedim. Lekin şu Şöhret Zakır'ın sınlısı vakası hayli uzak davamlaştı. Ölügünü setiş için hemmenimi çıktı. Birdem Türkiye kırgızmedi dedi. Birimi dedi. Birisi Amerika kırgızmedi dedi. Birisi Türkiye kırgızmedi dedi. O cidel aşı muşundaq çöglep mağdı o. Anadaki vatanın işçiliklerini guvalık çakırış. O iş oldu. Guvalık beriş dep. Anadaki o tosattılar. Onun için medya okup, kitap oku, geziş, yani bir mıkılış dep durup o kahramanımızdı. Kahraman tiklaş için her nime kıpak deyemdi. Onu demesem mi? Cansu'daki bir bala çık degendek. Anadaki Huamilan temisi. Aşı Huamilan dedi o azıma Amerika'daki prezident sayılamadı mı? Huamilan'ın ki roluğa çıkan Liu Yufei isimlikinin kimi her xil resvaçılıkla çıkmadı o. Aşınınga biz Huamilan'ı ülgümüz dep durup bir çokan çıktı. Adukat çokanmış. Ben bilmeydikken mi? Bizim kahramanlarımız yetip eşip dursa, biz hem de Xitay'dan ülge elip durup, Xitay'nın kahraman davamısak mı? Bular idi. Emme resvaçılık Xitay'dan ağırlamaydı. Poplar bilen, Xitay bilen yürüyüş gerek. Xitay bilen dava buludu. Uygur herkes müstakil dava kılamaydıgandak, onun kuşkudun bununla, bunun kuşkudun onunla. Xitay'dan B Xitay'dan C Xitay'a işte yügrep yürüyüdüğün şeyimiz. Sual koyup bakmayımız. Anadaki Kanada'da 10.000 kişini tızımlaş diye vaka çıktı. Anadaki vay ketadigan bolduk dep kaçan desem vay az kaldı dedi dep. Anadaki bu resvaçılık çıkıp bolmagan dekin patpatlı çıkıp durdu Kanada ketiş vakası. Anadaki Xitay izledi, mındaq qıldı deydi. Ay desiniz mi? Yine tızımlatıp durdu ki. Başka yerlerge mi? Bulgariyaga yeni bir yerge dep durup tızımlatqalar bak ki. Pul bergenler mi bak ki? Onu nime deysiz? Çarəsizlikten bir yerge midraş gerek dep dursun bir yerler boşundaq tipikni ya vergenki yeni aldını versiniz miyani işletmegenliginizden görüşünüz gerek mi? Onu mu bilmedim. Anarki Tayland turmisidikilerge halal tamak beriş degandek bir tema çıktı.
men hörlükke erişiş kerakmi, halal tamaklı kerakmi, qo'saq to'ysili bulamdı deb turib, bununga aralashib depmi baktım. Anandikin özümüzning şu vatanimizdagi e'tiqodimizni yo'qotib olsa, xotin qizlarimizni Xitoy haram qilib etib olsa, anandikin nadagi bir temalar kirib, xalqning haram halallarni baho berib, aşağıda jidal o'ynab ketganlar bor. Anandikin degan, oy, o sat gap, shundoq bir chiqib ketib, yig'ib qo'yibdi-ma ularning hammasini. Anaki Wuhan koridori deb turib bir chiqdi bir jidal. Anaki Xitoy virusi demaslik kerak. Xitoy xalqi yaxshi. Xitoy xalqining ko'ngliga keladi deb chiqdi. Xitoy xotini va bir odam bekarak chakildab so'zladi. Anaki nasadiki so'zladi. Anaki Kanadada bir shaparang va u so'zladi. Voy ko'ngliga keladi deb. Bizning ko'nglimizga hech nima kelmaydi ekan, xalqning ko'ngliga keldi ekan. Xitoy virusi deganni Amerika prezidenti Trump tilga oldi. Sana nima qo'yibdi? Sana nima qo'yibdi? Sening dushmaning emasmi Xitoy degan desingizmi? Tillab degan yo'q, bu da'vo nima qilib qoldi. Butun dunyo qo'rqitdi deb. Voy Trump qo'rqitib atmadi hech kimni. Naydi normal tilga eladi Xitoy vabosi, Xitoy virusi da. Hammani qilib baxti. Hech nimaga nima qo'y, ashni ostiga yana kirib bir nimalarni yezib, yurakni berib yurayverdi. Ay sen demek sen Xitoy desemle buludu. Bazı adamlar hem yer yürüydiganlarga ko'nglim shunchalik ilishidi. Voy jon deb. Hamma sapsatini o'tirga chiqadi. Ananiki o'rkashninki Xitoy Uyg'urlarni bostirmasa, ular mustaqillik talab qilmagan bo'ladi. Mustaqillik o'yini kelmaydi degan osh temami chiqdi. Jimda. Unda vaqtida el g'alalar mariydiganlar hammasi tushib kirib ketdi. Yo'q, ular yo'qolib da ketdi. Nima deyishga bilmayman. Anandikin xeli baldur vaqtda Dolqun İsa shundoq bir degandi. Vatanni vatandagilar ozod qiladi deb. Ham sen nima ish qilsa deb turib temani chiqarib baqqandim. Voy tillab degan haq degan bo'lib ketgandi. Ananki har qatimda roziyat qurboniyat vaqtlarida oya kelar qatimliq yetni vatanda o'tkazishni nasib qilsin. Amin, amin deb yezib qo'ymiz. Shuning ular shunda xo'shal. Bizda xo'shal odam yo'q. Jidalla bo'lsa gapli qildigan ish bo'ldi. Anadagi reliq dangliq imom, Nuri imom. Biz mustaqillik istamaymiz deb turib dedi. Umi bir ish bo'ldi. Voy yo'q, xalqaroda qo'rqitdi haq deb. Ey, zimin sening tuz haq nimda qo'rqitdi bizniki mustaqil bo'lamiz desak. Haq nimda qo'rqitdi. Boshqa davlatlar mustaqil, boshqa millatlar mustaqillik istaganka nimda qo'rqitdi haq. Sen qo'rqitsa, hojang qo'rqitdi. Anadagi Amerika düşmanligi deganni shunda qilib ketdi. Amerikada nima Germaniyada nima Amerika konsulining oldida namoyish qilsa, andaq bo'ldi, mundaq bo'ldi deb degan shu bir to'rt qarindishimiz shunda ig'ir haqoratlarni olib kelgan ishlar bo'ldi. Undan sonra Amerikaga sen namoyish bir nimalar bormi? Amerikada dadang va ochang va oshlarni bir nimalar qilib yuriydi. Nima deb ketmaydi hamsi boshqa yerga. Dava Amerika'da tursa, oyunni boshqa yerda o'ynaysizlar. Uyg'ur jamoatida bir xil so'z, xalqaro sahnada boshqa xil so'z. Uning bilan chatlig'imiz yo'q. Shu. Anandikin boshqa davlatning bayrog'ini chiqa chiqish kerak, Uyg'urlarning o'zimizniki bayrog'ini 10% chiqish kerak deb turib, bir yo'g'on olimlar bor, shular o'tirg'i chiqadi. Shundoq bir bo'ldi. Namoyishidami bayroqni oz qilish kerak deb turib chiqildab ketgan xotinlar va anandikin Zinnatgul voqeasi. Anandikin bir olim namdoq bir nima desak bular Turkiyadagi bir ziyoli bir cho'lpon yigit. Voy, vatanga qaytarilgan bo'lsa nima bo'pti? Shiyit bu yerlarni nima qilib yurguncha nima bo'ladi deb chiqadi.
ismini demesemmi özünü tepip aladı. Anlaydı o gepimni bärber. Her xil iş boldy. Anadaki vay mena tuqqanlarımga imza beringlar dep anıs çıktı anadaki. Vay pul beringlar. Ben aqqılımı köqqılımı dep. Xalqның tuqqanlары özünün tuqqanıga öz igi oldumu deyli. Lagerning işma bizningki işimiz. Yaxşı oylap beqing. Xitoy gezitiga meningki bosh nimam chiqibdi. Shuning uchun e'tiroz bildirma deb chiqdi. Anda Uyg'urni ko'ldirtirgan temalarga e'tiroz bildirmaydi hech kim. Ey Xudoyim. Kim palaya kirgizmedi. Mening manga mikrofon bermedi. Andaqay mundaqay degan ashundaq jidal temalar oynib har vaqt pat basqışlıq chiqib turadi. Anadaki teşkilat kuruş, parçalanish, anadaki onu saylaş, bunu saylaş. Bir ondan Amerika'da bir iş kıvatkan sağlık Xudoy kıvatatdı. Ben onu qo'llashimda jihla deydi. Siz davamlı qo'llab keldiniz deb. Milliy uyg'onish harakati meni o'yg'atgan. Ben ona ziddiyetim yo'q. O başdan ayak mustaqillik degan gapni qilib keldi. Nishoni aniq. Shuning uchun men to'g'ri bo'lgan ko'z qarashlarning hammasini ambahlab qo'yman, chiqarib qo'yman. Xalqaro sudga berish deganni qo'llayman. Xalqaro suddan bir nima chiqadi. Angliyadagi sudga pul yig'imiz deb turib qilganchada kulgim bekka ketdi. Dava bir bo'lgan bo'lsa, sen sudnimi bir qilishing kerak-ku. Nimda boshqa yerda bir igilik tiklib olganga o'xshash pul yig'ish $450,000. Anadaki yana bir yerde $400,000. Bu aralıktaki $50,000'lık fark. Aşındaq. Anadaki bu konsullarning oldida ülgünü setişler pat bop turdu. Özünün tuqqanlarının davası degen bilen vatandan pul yotkap tura alaydigan insonlar to'satdan bir ishlarni qildi. Tashkilotni qurib olaydi. Endi tashkilot qura olgan odamlar da'vo qila oladi ekan. Hem pulni ma'kilalaydi ekan, şirketlari mengib turdi ekan. Uni bilmayman nima uchun. Anadaki Sabir Buğda vaqasi bo'ldi. Sabir Buğda Turkiyada hozirmi bor? Ekranga chiqadigan bo'pti. Unda qilmaymiz. Tullanglar, aqlinglar, ko'p qilinglar deb. Adamning g'idirkagidek tema. Sabir Buğda davaning oldi bo'lib mangmagandan keyin davaning oldidagilarniki uyning ichidagi o'g'rini tutmay ataladiki o'g'irlarni voy o'g'irlar o'g'ir tutinglar deb turib baqirgandek ashundaq bir ishlar bo'lib turdi. Anadan keyin Anqaraga palonchini kirgizmadi, pokunchini kirgizmadi, aqldagi manqinili eqitish. Oye, birsi tilamchilik, yana birsi manqinili eqitish. Mush Turkiyada odamning yuzumi yo'q deb o'ylayman men. Anadan keyin bu Xitoyni sudga berish degan tema pat-patli ulg'ayib turadi. Anadan keyin qopib ma'lumada emas, biz manda qildigan bo'ldik, anda qildigan bo'ldik. Men so'rab baqandim. Nimaga advokatga pul qashlaydi ekan, sudning o'zi haqsizga advokatga pul qashlaydi ekan. Advokatni taklif qilish kerak ekan. Anadan keyin $450,000 vaqalar chiqibdi. Uni ko'rib turibsizlar. Anadan keyin İsa Yusuf'ninki konu temisi chiqdi. O temini chiqirib degan voy jon bir parcha qog'oz vardi, aqti ko'kdi deb. Oy necha yil oldin desam tillab ketgandan endi to'satdinlar uni buni tatib chiqding. Nima maqsadga yetding? Uning natijasi bo'ldimi? Chiqirib baqay, ko'rib baqay shu varaq qog'ozni. Aniki Mitu Uyg'ur chiqdi. Mitu Uyg'urning natijasi bo'ldi, men bilmayman. Zimin desi gap yo'q. Lager desek bo'lmaydi. Uni boshqa bir narsa desek, uni yumshoqroq tilda ishlatish kerak degan gap chiqdi. Irqiy qirg'inchilik desek bo'lmaydi, madaniy qirg'inchilik deyishimiz kerak deb umi chiqdi. Har xil temalar. Yo'q desang men hozir chaplab berma deb baqdim. Masalan, uning eg'ining ostidan o'milayman, buningkidan o'milayman. Agarda palonchi xoin chiqadigan bo'lsa deb turib birisi chiqdi. Endi u xoin chiqsa kimnikidan o'milaydi uni bilmayman. Anadan keyin shu Amerika Uyg'ur uyushmasininki qasam berib bir yerga kirish, qasam ondan keyin qaytib chiqish, voy jon, ashi jidal, ashi yo'g'mas jidallar bo'lib ketdi. Kipen kiyib yo'lga chiqdim deganlar bo'lib baqdi. Xitoy kuchlikdi.
Biz multig'im bormi? Nima bo'lyapti deb turib chiqqanlar. Va bo'ldi. Ziminimiz bor bizning. Faqat mustaqillik talab qilamiz. Deydigan odam yo'q. Shundaq jidallar. Anarki şu Malaysiya, Indoneziya, u yer bu yerda namoyish bo'ldi. 50 ming dollarni ko'tarib başaga hal so'rash umaklari bo'ldi. Lekin ash vaqtda Indoneziyadagi bolalar aslanmadi. Davamlı bulundu bu. Namayişler besik turib etildi. Eylik balalarning yeniga bir tal kusarga yarmidinglar. Yolg'on desang, ura manga telefon. Naq maydon qilamiz u vaqtida. Ursang, manga ursa, men sen urmayman. Namayishlarning natijasi bo'ldimi? Men burun degan, men namoyishga qatnashgan vaqtimda, voy jon, namoyish degan cho'ng ishlarni bijirdi desa, ha deb o'tdak qizg'inligim bilan namoyishga kirgan ha men. Chapar at petimchi kirdim. Bildim, uqdim, so'zladim. Anadagi voy, mandaq quvvatid, andaq quvvatid deb turib qildi. O'zing xohlaysa qo'llashni so'rin kerak. Xuddi bir adimiz bor men. Amerikaga borgan vaqtimda bir adimiz degandi. 10 öpkisipni quyunglar desa, davariga mushta o'xshaydi deb kechillab öpkisip quyib ulgu tutdiq deydi. Nayaqatdiq deydi. Davariyani mushtaq yeb ichib qildigan o'xshaydi. Yolg'on desang, ura telefonda so'zlashimiz. Anandan 2019-yili Turkiya konsuli oldida, Xitoy konsulining oldiga berib, namoyish qilib keldi. Aş degan voy yajiq odam chiqdi. Voy jon, qilib ketgan, tizilib ketgan, yasab ketgan, lozunga qilib ketgan narsanglar. Voy yiliq so'zlab ketgan urg'uliq so'zlaringlar, deb, voy deb qilib ketdinglar. Lekin Xitoy konsuli, bosh konsuli berib, Sultan Ahmad jamoasining oldida ochiq oshkora nima ish qildi? O'zini ko'rsatdi. Yo'q, ular bo'pti, u yerga borgan bo'lsa, biz degan bu yerda qildik deb. Odam yo'q yerga tomg'a vaqirab qaytib keldi. Davomli borgu, Anandan öyle her qitimda o'sha muariflarnikimi alayda bir xil jidallarni chiqirdi. Agarda boshliq almashqin bo'lsa, o'zing olmishi va bir tashkilot. Bizni nima deb chaqirsak Uyg'urni deb turib o'ylamaysizlar, jidalga kirsizlar. Tinmay ash jidal. Ig'ir oqibatli jidallar bo'ladi. Bu Indoneziyaniki nima uchun yo'qolib ketdi? Namoyish kerak bo'lib qoldi. Uyg'urni xalqarada aslatish uchun, terrorist degan gapni chiqarish uchun ashundaq chiqirdi. Men Indoneziya temasini 2 oy ilgari so'zlagan vaqtimda haq mendan so'rgan. Voy, aşı bolalarninki arxivlarning ichi terrorist degan qalpaq bormi deb. Ko'nglim bak yerim bo'lgan. Endi mana so'zlabdi o, terrorist, oqdi degan gaplarni Uyg'ur Xitoy qilmagan, bunaqa qilgan deb. G'ururimiz yo'q. G'ururinglar bo'lsa, qopsa, manqangni iqitib tilamchilik qilib itigini ko'tarib o'tamay, qopsa. Bir ishni 2 odam qilyotidi, ma da'vo bir emaskan. Demay, ashuningga pul yig'ish berayotgan xotinlar va chaqildab turib. Numus qilmaydi ekansizlar. Xalqlarning oldida nima uchun obro'yimiz yo'q? Turkiyada turklarning oldidami obro'yimiz yo'q? Qozoqning oldidami obro'yimiz yo'q demaysa. Sababi nima? Vat yozg'uchi degan jiq, heliq vatchilik o yozdigan bo'lsa, baş vatanda hozirla oldigandek yozdiganlar bor. Onangni maqtab chiqsa, dadangni maqtab chiqsa, yana birmi qilsa, har jidallar. Bugun faqat mushu jidallarni sizlarga aslatib o'tdim. O'ylab yiqinglar. Zimin deb chiqadigan vaqtimizda biz boshliq saylaymiz. Zimin deb chiqadigan vaqtida tashkilot quramiz. Zimin deb chiqadigan chaqda biz halol haramni arib, o'zimizning haram bo'lib ketgan qerindishimiz, haram bo'lib ketgan tuprog'imiz bilan tashlab qo'yib, haqqa ulgurimiz biz. Bizga hech qanday ehtiyoj yo'q millatlarningki chopinni ko'tarib, ashunda dig'rab yurimiz.
Oylap bakın. Nima üçün 71 yıl muşundaq biz çaylanıp, oynanıp yurduq. Muş Türkiye'dekilerge pul kerek dep kolunu sunasa, lekin Türkiye'dekilerden emdi biz sotqı varğanğa 450 ming dollar, birisinin ağzında 450 ming dollar, yana birinin ağzında 400 ming dollar pul yığatdıq dep şunda çıqadı. Toplarının ahvallarına qarasa, Uyghur nima degan baxtlik işi yo'q deklar. Zumrat xonim, deb baqqan bo'lsangiz deydi. Men topda yo'q. Topga qiziqmayman. Lekin ba'zilari tanlab ivatib qo'ydiganlar bor. Ivatib qo'ysa anglab, tova deb qolaman. Hozir zimin deydigan vaqtimiz. Siyosiy sahnalarda har xil ishlar bo'lyotidi. Heliqi cho'ng, heliqi cho'ng mo'ysipitlarimiz, heliqi olimlarimiz bir yerning tuşkiga kirib ketganda kirkitib, jimmiti o'tirdi bunda vaqtida. Hozir o'sha ikkinchi dunyo urushidagi ba'zan bir shakllangan siyosiy vaziyatlar hozirgi vaqtda shaklli bo'lib Xitoy o'riladi. Xitoy o'riladi. Sen ishonmaysan. Chunki u sening dadang. Xuddi u Amerikadagi prezident saylamida heyliq chiqayotgan rasvolikqa o'xshash seningmi qo'ng'ingdan beshchorak chiqadiganini qo'rqsa. Shuning uchun o'ynaysan Uyg'urni. Tinnim tapqizmay, kallini aramida qo'ymaydi Uyg'urning. Anadagi Turkiya prezidenti deb bo'ldi. Sizlarning ishinglarni Amerikalik qildi degandikin, men faqatla u temaga Turkiyada nima ish bo'ladi, Uyg'ur tinchli yashasa, uningdan boshqaning hech qaysiga ko'ngil bo'lmayman. Chunki deb bo'ldi. Ikkilanmay, aldamchilik qilmay dedi. Amerikalik qildi Uyg'urning ishini degandikin, tugdi gap. Sen yalğandın aşının ayağı vardık, Ankara'ya vardık, mandaq qıldık. O bir faaliyet qılmasan bo'lmaydi, o'ltiranmaysizlar. O'zinglarni ko'rsatmasanlar bo'lmaydi da. Rasm kerak da. Mana Indoneziya temisi orqali bir mo'ji rasm, faaliyet, o lozunkalarning esilligi, o rasmlarni qilib, o degan sistemalik, planlik bo'lgan narsa, ashunchalik radlik, o plakatlar, bu narsalarning chiqishiga qarab, siz o'ylab baqsangiz bo'ladi. Bu nima uchun mushtaq bo'ldi? Uyg'urni sestishmi yoki qutuldirishmi yoki nima deb? Uyg'urni sestish uchun cho'qim Suriyaga bog'lash kerak, tegi bog'lash kerak. Shuning uchun bu ashlarning ehtiyoji. Shuning uchun bo'lyotidi. Siz mush o'tib ketgan narsalarni əslash orqali kallangizni ishiltib beqing. Mayani Xudoyim berganga ishilting deb bergan. Bijirimli bo'lsangiz, agar buning ishchiliksi boshqa bir nima bo'lmasa, siz o'ylab baqsiz, qarindishim. Siz mush qitimliq naq maydonim orqali o'ylab beqing. Nima ishni qilishimiz kerak, nima ishni qilmasligimiz kerak. Hozirgi vazifamiz zimin deb chiqishmidi yoki qanday qilish? Lager deb keting. Lager yo'q desam lager deydi. Sizlar davani shu lager deb o'ltirib, ani yo'qitib, mani yo'qitib, shuni bilan bizmi yo'qab ketsak, sizlarning urug' tuqqanlaringlar yo'q o'xshaydi vatanda. O'lib ketsimi, ular tuqqan emas. Ashning qabrisini bo'lsinmi, yo'qlashimiz kerak. Sen hajiga 100 qatim borsangmi, u o'zingning shaxsiy ishi. Lekin jannatga kirgizmaslik Allohning ishi. Aqasının bizni qağaydigan, bizni oy dozığı yana bir deydigan huquqing yo'q, sen iloh emas. Yaratquchimiz o'z belgilaydi. Lekin vatan biz uchun Paris. Qarindoshlarimizni ega chiqmagan odam boshqa yerda xalqlarnikiga baho berish nomus emasmi, harom emasmi, ig'ir emasmi? Vatandan chiqib ketganliging uchun butun rasvoliklarni to'g'ri deb qabul qildigan bo'lib ketdingmi? Hayasızlarning jiqlab ketgini. Gap qilaydisi yana, gap qilmaydisi yana. Shu Turkiyada sen pul jiqchi bo'lganlikda AIDS kesilib bo'lib qolgan, qiynalib ketayotgan, boshqalarga yuqishmasin deganda, shu nuqtaga ko'ngil bo'lsang bo'lmamda? Sening qilayotgan ishing Uyg'urni sestib, oromini vermay, zimin degan narsaga kallasiga kirgizmaslik. Sizlar Turkiyaga shunda qalanda kelganmi qarindoshlarim? Aş 7lab 5 kilo may,
Azırak gürüşünü dep yetilep mağısla sek 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 sek. Nimeden nime farkınla hamda. Hayvan deydisem yana. Hamda özünüzni bir yerge koyup beqing. Men nimege aylandım? Nime dep xaqning keynida moşundaq sekildep yürümen? Nime dep xulaslap baxmayman? Aşı xaqninki qilib bergan narsani ko'tarib turgan chaqda nimege o'xshab qolyaptiman deb o'ylab baxsanglar bo'ladi aslida. Zimin davosi Xitoyni titirtalaydi. Abaytımı bir qeyrinishimiz chiqarib qo'yibdiki, Tayvan Mongoliyaningimi, tashqi Mongolnimi e'tirof qilmagan degan yeri bor. Aldın qatımma Gomindanның qurulğanlığıma ana biznimi qo'shib hisobladi. Xitoyning quchig'ida, Xitoyning quchig'ida tang o'ynab kelayotgan davo sepidikilarga savol qo'ymaysa, chunki bir yeringdan ilishlik yering bor. Qo'ng'ang ichilib kelsa, hammangning tang ichiladi. Shuning uchun qo'rqadigan yering bor. Shuning uchun topda tinmay bir nima chiqarib, jidal chiqarib, Uyg'urning oromini buzib kelyapsa. Qarindoshlarim, kallamizni bir ishlatib baqsaq, zimin bizni chaqiryotidi deb yiqing. Biz tugaymiz, bir avlod tura olsak, uningdan keyin shu bolalar singib ketadi. Qarindoshlaringdan ayrilsa, mening u burun mening birisi mendan bir savol so'ragandi. Mening opam yo'q deganda, opangiz tugab ketganmi desam, "Ha, tugab ketgan" deydi. Tugab ketsimi opang emasmi u? Faqat yeningda emas, u dunyoda. Opang bo'lib baqqan Muhammadimning opasi bo'ladi-ku, bir yerda mundaq sakrab chiqmagan ekan. Onu izlep, dadı izlep, oyun izlep yürüyüşünün haceti yok. Vatanınız çakırıvatıdı. Zimin deydiğen vaqt hazır. Xitay öğrülüdü. Nime dep bu prezident, Amerika'nın prezident saylamada Xitay'nınla temiz çıkıvatıdı. Sual koyup yakın, kalınızı işiltip yakın, cevap da parayısız. Rahmet size.